Ota-onamni, yaqinlarimni Hikmat Travel orqali Umra safariga jo'natmoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bu video aynan sizlar uchun bo'ladi. Videomizni o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Bugun Hikmat Travel Abdug'affor aka oldilariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Videoda boshdan bizga bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lsin. Xudo xolasa yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib turadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilarni kuttirmagan holda boshidan narxlar bilan boshlasak. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Farg'onadan avgust oyiga reyslarimiz kunlari 23-avgust kuni bor, 29-avgust va 30-avgust kunlari bor. Buni narxini $995 qilib beramiz Farg'onaga reyslarimiz. Xo'p, Toshkentdan boradigan obunachilarimiz uchun avgust oyiga reyslarimiz 24-avgust va 25-avgust oyda oxirigacha xullas reyslarimiz bor. Avgust oyiga. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, bir kun aqaba bo'lib qolishi mumkin kuni $965 dan qilib beramiz Toshkent reyslarimiz narxini. Xo'p, sentyabr oyiga bormoqchi bo'lganlar uchun Toshkent reyslarimiz kunlari sentyabr oyiga 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6-7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularda ham narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Vodiydan sentyabr oyiga boraman deydigan obunachilarimiz uchun Namangan reyslarimiz bor. Bu reyslarimiz kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17 va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularda narxini ham $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib joylaring, bron qilsalaring bo'ladi. Quyidagi raqamlarga Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti, aloqaga chiqaveringlar bemalol. Zo'r. Endi aka, mana narxlarni aytib o'tdik. Shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi aka borishganda? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsamiz uzoqligi. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsalarimiz uzoqligi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa o'shga tushasizlar, lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari 50 bosh xizmati yo'lga qo'yilgan, iloji boricha aeroportdan birga borib birga kelishadi. Firma tomonidan kamsiz so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Endi aka, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasalar ofislarimizga kelib to'lov qilinglar. Ofislarimiz manzillari Farg'onada bor, Andijonda bor, Toshkentda bor. Yo bizga uzoqlik qiladi deydigan obunachilarimiz uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib onlayn joylang, bron qilsalaring ham bo'ladi. O'zlariga qulay bo'lgandan xudo xolasa to'lovlar amalga oshirsa bo'lar ekan, deymi? Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Abdug'affor akaning o'zlarining nomerlari, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.